Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, qishloqlar. Mana bu yerda juda chiroyli shinam oshxona ochilgan. Nomi Soyshob bodasi deb nomlangan. Juda salqin, so'lim chiroyli joylarda salqin ichimliklar bor, tapchallar bor, so'ri deymizmi? Shular bor. Har qanday zakaz qilingan ovqat pishirib berishadi. Shashliklar bor, osh, xotirma hammasi bor. To'g'ri Alisher akamning o'zlari hamma ovqat pishirib beradilar. Nima zakaz qilinsa hammasini olinadi. Bir salqin, chiroyli qilib o'tirib, taomlanib, maza qilib ketadigan joylar. Kelib, chiroyli qilib dam olib maza qilib ketsalaring bo'ladi. Juda salqin joylar.